Assalomu alaykum, hurmatli matematiklar. Xo'p, demak, IDS kitobimizni birinchi qismini, birinchi mavzusi. Xo'p, misollarni, yechimlarini ko'rib chiqamiz. Bu yerda demak, natural sonlar va ular ustida amallar mavzusi berilgan. Xo'p, demak, misollarimiz 1 dan 20 gacha demak hisoblashga doir misollar berilgan ekan, aynan natural sonlar ustida. Xo'p, bu misollarni, yechimlarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, birinchi misol 18 ayrilgan 3 ko'paytirilgan 2. Mana shu hisoblashni bajarishimiz kerak. Demak, buning uchun biz 18 ni o'zini yozib, 3 ni 2 ga ko'paytiramiz. Ya'ni bu 6 ga teng bo'ladi. Ayiradigan bo'lsak 12 hosil bo'lar ekan. Demak, birinchisini javobi 12 ga teng ekan. Ikkinchi misolimiz 5 ni 6 ga ko'paytiramiz, 30. 7 ni 8 ga ko'paytiramiz, bu 56 ga teng. Qo'shadigan bo'lsak 86 hosil bo'ladi. Xo'p, uchinchi misolimiz 3 ni 2 ga ko'paytiramiz, 6 ga teng. 7 ni 13 ga ko'paytirsak 91 bo'ladi. Yig'indisi 97 ga teng bo'ladi. Xo'p, to'rtinchi misol 8 ko'paytirilgan 3 bu 24 ga teng. 7 ko'paytirilgan 6 esa 42 ga teng. Bu esa 45 ga teng bo'ladi. Xo'p, demak, hisoblashni davom ettiramiz. 24 ga 42 ni qo'shamiz. Bu 66 ga teng bo'ladi. Undan 45 ni ayiramiz. Bu esa 21 ga teng bo'ladi. 5-misol 27 ni 3 ga bo'lamiz, 9 ga teng bo'ladi. 4 ni 7 ga ko'paytirsak 28 bo'ladi. Bu ikkalasining yig'indisi esa 37 ga teng bo'ladi. Xo'p, 6-misol. Xo'p, ko'paytirishni bajarishimiz kerak. Keling, buni biz qulayroq usulda ko'paytiramiz. Ya'ni oldin 4 ga 25 ni ko'paytiramiz. Bu 100 ga teng bo'ladi va uni 7 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bu yerda 700 hosil bo'ladi. Minus xuddi shunday bu yerda ham 5 ga 20 ni ko'paytiramiz, 100 bo'ladi. Uni 6 ga ko'paytirsak 600 bo'ladi. Endi bularni ayirmasi bizda 100 ga teng bo'ladi. Xo'p, keyingi 7-misolimiz. Xo'p, 7-misolda 20 bo'lingan 4 ko'paytirilgan, 20 bo'lingan 5 ko'paytirilgan 4 ekan. Demak, 20 ni 5 ga bo'laman. Bu endi 4 ga teng. 4 ni 4 ga ko'paytiramiz. 16 ga teng bo'ladi. Xo'p, keyingisi. Xo'p, qavsli misol berilgan ekan. Demak, birinchi qavs ostidagi, ya'ni qavs ichidagi amalni bajarishimiz kerak. 23 ni o'zini yozamiz, ayirish. 18 ga 2 ni qo'shamiz, 20. Ayiradigan bo'lsak 3 ga teng bo'ladi. Xuddi shunday 9-misol. Xo'p, demak, 6 ko'paytirilgan 25 dan 17 ni ayiramiz. Bu 8 ga teng bo'ladi. Ko'paytmasi esa 48 ga teng bo'ladi. 10-misolimiz. Xo'p, 18 ni 7 ga ko'paytiramiz. 18 ni 7 ga ko'paytiradigan bo'lsa, demak 8 ni 7 ga ko'paytiramiz, 56 ni 6si. Bu esa 12 ga teng bo'ladi. Minus 13 ko'paytirilgan, bu yerda 7 qolar ekan, 7 ni 13 ga ko'paytirgan bo'lsak 91 hosil bo'ladi. Xo'p, endi bularni ayiradigan bo'lsak 35 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni bizda 35 degan javob to'g'ri bo'ladi. 11-misol. Xo'p, demak, oldin ichkaridagi, ya'ni mana bu qavs ichidagi amalni bajaramiz. Ya'ni 25 dan 12 ni ayiramiz. Ayiradigan bo'lsak bu 13 ga teng bo'ladi. Va endi 83 dan 13 ni ayiramiz. Ya'ni bu tomonda yozamiz. 122 plus qavs ichida 83 minus 13. Xo'p, 122 plus 83 dan 13 ni ayiradigan bo'lsa 70 hosil bo'ladi. Bu esa 192 ga teng bo'ladi. 12-misolimiz. 12-misolda demak, birinchi mana bu amalni bajarishimiz kerak. Undan keyin mana bu ko'paytirish va bo'lish amallarini bajarishimiz kerak. Undan keyin qo'shamiz va ayiramiz. Xo'p, demak, 72 ni o'zi plus 18 ni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsam 72 bo'lar ekan. Bu yerda esa 8 bilan 12 ni ko'paytmasi 96 ga teng va uni 3 ga bo'ladigan bo'lsam bu 32 ga teng bo'ladi. Xo'p, demak, 144 minus 32 teng 112 ga
teng bo'lar ekan. Hop, yechimlarni davom ettiramiz. Navbatdagi misolimiz bu 13-misol. 13-misol. Hop, bu yerda ham o'sha hisoblashga doir misollar. Demak, 48 bo'lingan qavs ichidagi amallarni bajarib olamiz. Bu yerda 4 ko'paytirilgan 2 8 ga teng bo'ladi. Demak, 12 dan 8 ni ayiraman. Bu yerda qavs ichida demak 4 hosil bo'lyapti. Ya'ni 12 dan 8 ni ayirsak 4 bo'ladi. Bu tomonda ham 24 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsak, ya'ni mana bu amalni bajarsak, bizda 4 degan son qoladi. Hop, endi yana bo'lishni bajaramiz. 48 ni 4 ga bo'lamiz 12 va unga 4 ni qo'shamiz. Bu esa 16 ga teng bo'ladi. Hop, 14-chi. 192 ni bo'lamiz 6 ga. 192 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsak, bu 32 ga teng bo'ladi. Va undan 12 ni ayiramiz. Bo'lingan 16 minus 2 ni 7 ga ko'paytirsam 14 bo'ladi. Hop, bu yerda 20, bu yerda esa 2 soni hosil bo'ladi. Bularni bo'ladigan bo'lsak, demak 10 soni hosil bo'lar ekan. 15-misol. 120 ni 12 ga bo'lamiz. 10 ga teng bo'ladi. Minus 169 ni 13 ga bo'lib olamiz bu yerda. Bu ikkalasini bo'linmasi bilamizki 13 ga teng. Va bu yerda qavs ichida 13 minus 12 qolar ekan. Demak, 10 minus 1 teng 9 soni hosil bo'lyapti. 16-misol. Bu yerda demak 64 bo'lishni yozib olamiz va qavs ichidagi amallarni bajaramiz. Birinchi 2 ni 4 ga ko'paytiramiz, 8 ga ko'paytiramiz va 144 ni 12 ga bo'lamiz. Demak, bu yerda 16, bu yerda 12 hosil bo'ladi. Ya'ni 4 plus 16 minus 12 hosil bo'lyapti. 64 bo'lingan 20 minus 12. Ya'ni 64 bo'lingan 8 bo'lyapti. Bu esa 8 ga teng bo'ladi. 17-misol. Xo'p, bu yerda ham demak 4 amalga doir misollar berilgan ekan. Birinchi, biz mana bu amalni bajarishimiz kerak. Bo'lish, undan keyin qavs ichidagi amallar va ko'paytirish amali, keyin ayirish, qo'shish amallari bajariladi bu yerda. Ya'ni 84 ayrilgan 12 plus 15 ko'paytirilgan. Xo'p, qavsimiz ichida nima qoladi? Birinchi mana bu 3 ni 0 ko'paytirsak 0 bo'ladi. 0 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak 2 hosil bo'ladi. Demak, 84 dan 12 ni ayiramiz. Xo'p, bu 72 ga teng bo'ladi. Va biz unga 30 ni qo'shamiz. Chunki 15 ni 2 ga ko'paytirsak 30 bo'ladi. Bu 102 ga teng bo'ladi. 18. Xo'p, demak bu yerda 2 ni 15 ko'paytiramiz 30, 3 ni 10 ga ko'paytiramiz 30, bu ham 30 ga teng. Natijada 3 ta 30imiz demak 90 ga teng bo'ladi. 19-misol. Xo'p, demak 111 ni 3 ga bo'lamiz. Bu endi 37 ga teng. Plus 12 ko'paytirilgan 9 minus 3 bo'lyapti. Ya'ni 37 plus 12 ko'paytirilgan 6. Endi bu yerda birinchi ko'paytirishni bajaramiz albatta. 72 ga teng bo'ladi va bularni qo'shamiz. Bu 109 ga teng bo'lar ekan. Demak, 109 degan javob to'g'ri bo'ladi. 20-savol. Xo'p, bu yerda ham hisoblash. Xo'p, keling bu yerda birinchi bo'lishni, keyin mana bu bo'lishni bajarib olamiz. Va bizda quyidagicha ifoda hosil bo'lyapti. 156 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsam, bu 78 ga teng. Ayrilgan 18. Bo'lingan 2 plus 3 ko'paytirilgan 3 plus 2. Xo'p, demak, qavs ichida birinchisida 60 qoladi. Bo'lingan 2 plus 3 ko'paytirilgan 5 bo'lyapti. Xo'p, bu 30 ga teng, bu esa 15 ga teng bo'lyapti. Demak, bularning yig'indisi 45 ga teng bo'ladi.
Hop, 21 misolga yetib keldik. Endi bu yerda shartlar o'zgaryapti. Ya'ni yig'indini ko'paytmaga almashtirib hisoblang degan savollar berilgan. Hop, demak biz bu yerda sanaymiz, ya'ni nechta 12 bor? 1, 2, 3, 4, 5 ta 12 bor. Demak bu yig'indi bo'ladigan bo'lsa, u holda buni biz 12 ko'paytirilgan 5 qilib yozamiz. Chunki qo'shiluvchilar bir xil. Hop, buni hisoblaydigan bo'lsak 60 ga teng bo'ladi. 22. Bu yerda ham xuddi shunday ekan, ya'ni endi bizda sonlarimiz 4 ta bo'lyapti. Bir xil sonlar. Demak, buni yozamiz 3033 ko'paytirilgan 4 deb. Hop, ko'paytiradigan bo'lsak, demak 2, 3, 1, 12. Ya'ni 12132 hosil bo'lar ekan. 23-savol. Hop, endi bu yerda to'rlar soni 1019 da ekan. Demak, biz buni 4 ko'paytirilgan 1019 deb yozsak bo'ladi. Va ko'paytiramiz. Bu 4076 ga teng bo'ladi. 24-misol. 1035 soni 10 marta qo'shilgan ekan bir-biriga. Demak, buni biz 10035 ko'paytirilgan 10 qilib yozamiz va ko'paytiramiz. Bu endi 10350 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi 25-misol. Bu yerdagi har bir ayirmaga e'tibor beramiz. Ya'ni mana bu ayirmamiz va bu ayirmamiz. Bu ayirmalarning soni nechiga teng bo'ladi? E'tibor bering, bu yerda endi 14 ta son bor deyapti. Demak, jami 14 ta son bo'ladigan bo'lsa, u holda har bir ayirma, ya'ni juftlab olgan ayirmalarimiz soni 7 ta bo'ladi. Chunki biz ularni 14 ta sonni 2 tadan juftlab olyapmiz. Xo'p, va har bir ayirma nimaga teng? Mana 145 dan ayiramiz 55 ni. Bu 90 ga teng. Xuddi shunday bu ham 90 ga teng, bu ham 90 ga teng bo'ladi. Va ularning soni nechta edi? 7 ta edi. Demak, 90 ni ko'paytiramiz 7 ga. Bu 630 ga teng bo'ladi. Xo'p, keyingisi 26-masala. Bu yerda endi 48 ta son bor ekan. Har bir ayirmani hisoblab olishimiz kerak. Ya'ni mana bu ayirmalarimizni hisoblab olishimiz kerak. Va bu ayirmalarning soni endi bizda 24 ga teng bo'ladi. Xo'p, demak, ayiradigan bo'lsak, bu 11 ga teng, bu ham 11, bu ham 11 ga teng bo'ladi. Ya'ni bizda 11 larning soni endi 24 ta bo'lyapti. Chunki bu yerda 48 ta son berilgan. Xo'p, hisoblaydigan bo'lsak, bu 264 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi savol o'zgaryapti, teskarisini beryapti. Ya'ni 47 lar sonini aniqlashimiz kerak. Ya'ni yig'indida nechta 47 qatnashgan deyapti. Xo'p, buni aniqlash uchun demak, keling faraz qilaylik, bularning soni n ta bo'lsin. N ta bo'ladigan bo'lsa, demak biz buni 47 ko'paytirilgan n deb yozardik. Bu esa 4747 ekan. N ni aniqlash uchun 4747 ni bo'lamiz 47 ga. O'shanda n ni qiymati teng bo'ladi 101 ga. Ya'ni 101 ta son qatnashgan ekan. 28-imiz ham xuddi shunday. Demak, 60 larning soni nechta deb savol beryapti. 60 lar sonini aniqlash uchun biz mana bu 2400 ni 60 ga bo'lib qo'yamiz. Bu esa 40 ga teng bo'ladi. Yuqoridagi usulga o'xshab yechiladi. Xo'p, endi savol o'zgardi. 29-savolda 60 larning yig'indisi, ya'ni barcha 60 larning yig'indisi 3000 ga teng ekan. Agar biz barcha 60 sonlar o'rniga 70 ga o'zgartirib chiqsak, ya'ni 60 larning o'rniga 70 larni yozib chiqadigan bo'lsak, yig'indining qiymati nechiga teng bo'ladi? Demak, biz birinchi navbatda bu yerda nechta 60 bor? O'sha narsani aniqlashimiz kerak. Buning aniqlashi uchun demak 3000 ni bo'lamiz 60 ga. Demak, 50 ta son bor ekan. Endi biz 70 larning sonini, ya'ni 60 lar o'rniga 70 larni yozib chiqamiz. Bularning soni endi 50 ta. Demak, bu 70 ko'paytirilgan 50 bo'ladi. Ya'ni 3500 bo'ladi.
Hop, 30-savol. Bu ham xuddi shunga o'xshash ekan. Demak, endi 30 larning o'rniga 80 sonini yozib chiqamiz. O'shanda demak 6060 ni bo'lamiz 30 ga. Bu endi 202 ga teng bo'ladi. Endi 80 ni ko'paytiramiz 202 ga. Hop, o'shanda 16160 soni hosil bo'ladi. Hop, 31-misolga yetib keldik. Bu yerda ham o'sha qulay usulda yechamiz. Qanday yechiladi? Buni yechish uchun biz mana bu 28 va 72 ni qo'shamiz va 148 ga 52 ni qo'shamiz. Keling, tushunarli bo'lishi uchun ularni qavs ichiga ajratamiz. Ya'ni 28 plus 72 plus 148 plus 52. Birinchi qavsimiz nimaga teng? Qo'shadigan bo'lsak 100 chiqargan. Ikkinchi qavs esa 200 ga teng bo'lar ekan. Bu esa 300 soniga teng bo'ladi. 32. Xo'p, buni hisoblashimiz kerak. Demak, bu yerda ham 19 bilan 81 ni va 32 bilan 168 ni qo'shamiz. Xo'p, birinchi mana bu ikkalasining yig'indisi bizda 100 ga teng. Va mana bu ikkalasining yig'indisi ham 200 ga teng bo'ladi. Ularning yig'indisi esa 300 ga teng bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. 33-misol. Xo'p, demak, moslarni aniqlab olishimiz kerak. 12 bilan 88, 76 bilan 24 va 36 bilan 64. Xo'p, bularni qo'shadigan bo'lsak, mana bu ikkalasining yig'indisi 100. Bu ikkalasining yig'indisi ham 100. Bu ikkalasi ham 100 ga teng. Demak, bizda jami 3 ta 100 bor, ya'ni 3 ko'paytirilgan 100. Bu esa 300 ga teng bo'ladi. 34-chi. Xo'p, demak, bu yerda 32 ga qo'shadigan sonimiz 68, 38 ga qo'shadigan sonimiz 62 va 44 ga 56 ni qo'shishimiz kerak. Bu yerda ham yuqoridagidek bu ikkalasi 100 ga teng bo'ladi. Bu ikkalasi 100 ga teng va bu ikkalasi ham 100 ga teng. Ya'ni bu ham 300 ga teng bo'lar ekan. 35-misol. Bu yerda ham moslarni aniqlab olishimiz kerak. Demak, biz oldin mana bu ikkalasini qo'shamiz. Ya'ni 1248 bilan 8752 ni va 1452 ga 2548 ni qo'shamiz. Xo'p, bu ikkalasining yig'indisi 10.000 ga teng. Bu ikkalasi esa 4.000 ga teng. Demak, bu ikkalasini qo'shsak 14.000 hosil bo'ladi. Xo'p, bu tomonda endi 36 dan 45 gacha qulay usulda hisoblang degan, demak, o'sha taqsimot qonunidan foydalanib yechamiz. Ya'ni biz qaraymiz, bu qo'shiluvchilarda ikkita bir xil ko'paytuvchi bor. Ya'ni 48, bunisida ham 48 bor. Demak, o'sha 48 ni qavs tashqariga chiqaradigan bo'lsak, uzr, 48 emas, 47 ekan. Adashdim. Demak, 47 ko'paytirilgan 52 plus 48. Demak, 47 ko'paytirilgan, bu endi 100 ga teng bo'ladi. Ko'paytiramiz, 4700 hosil bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Navbatdagi 37-misol. Bu yerda ham taqsimot qonunini qo'llashimiz kerak. Ya'ni bir xil bo'lgan ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarishimiz kerak. Bu 43 ga teng. Uni chiqaradigan bo'lsak, qavs ichida 157 minus 147 hosil bo'ladi. Xo'p, demak, 43 ko'paytirilgan, bu ikkalasining ayirmasi esa 10 ga teng bo'ladi. Ko'paytiramiz, 430 hosil bo'ladi. Xo'p, 38-misol. Demak, moslab olishimiz kerak, qaysi ikkalasida bir xillari bor. Mana masalan, mana bu ikkalasida bir xil. Ikkalasi ham 73 bo'lyapti va mana bu ikkalasida ham 27 bo'lyapti. Demak, biz mana shu ikkalasidan 73 ni chiqaramiz, bu ikkalasidan esa 27 ni chiqaramiz. Xo'p, demak, teng 73 ni chiqaradigan bo'lsak, qavs ichida 356 plus 644 hosil bo'ladi. Bu tomonda ham 27 ni chiqaradigan bo'lsak, 644 plus 356 bo'ladi. Xo'p, birinchi qavs ichidagi ifodani qiymati
1000 ga teng. Plus 27 ko'paytirilgan bu ham 1000 ga teng. Endi 1000 ni qavsini tashqariga chiqaradigan bo'lsak, bizda 73 plus 27 hosil bo'lyapti. Bu ham teng bo'ladi. Demak, 1000 ko'paytirilgan ikkalasini yig'indisi 100 ga teng. Demak, bu 100 1000 ga teng bo'ladi. Xo'p, 39-misol. Bu yerda ham o'sha usuldan foydalanishimiz kerak, ya'ni qulay usuldan foydalanib yechishimiz kerak. Xo'p, bu ikkalasidan 55 ni chiqaramiz. Bu ikkalasidan esa 45 ni chiqaramiz. Va qaraymiz. Shoshmang, bu yerda sal boshqacharoq ekan. Osonroq usulni qo'llaymiz. Ya'ni mana bu ikkalasidan 7 ni chiqarish kerak ekan. Qolgan ikkitasidan esa 3 ni qavsini tashqariga chiqarishimiz kerak ekan. Xo'p, demak, bu yerda 7 ni chiqaradigan bo'lsak, qavs ichida 55 minus 45 hosil bo'ladi. Plus bu tomonda 3 ni chiqaradigan bo'lsak, 55 minus 45 hosil bo'ladi. Xo'p, demak, 7 ko'paytirilgan 10 plus 3 ko'paytirilgan 10. Demak, 10 ni ham chiqaraylik. Mana 7 plus 3 bo'ladi. Bu ham 10 ga teng ekan. Ya'ni bizda 10 ko'paytirilgan 10 hosil bo'lyapti. Bu esa 100 ga teng bo'ladi. Hop, davom etamiz. Keyingi 40-misolimiz. Bu yerda ham xuddi shunday, demak, bir xilni qavsini tashqariga chiqarib yechamiz. Ya'ni mana bu ikkalasidan 37 ni, bu ikkalasidan esa 63 ni chiqaramiz. Xo'p, 37 ni chiqaradigan bo'lsam, qavs ichida 59 plus 41 qolar ekan. Plus bu ikkalasidan 63 ni chiqaradigan bo'lsak, 59 plus 41 hosil bo'lyapti. Demak, 37 ko'paytirilgan, bu yerda 100 hosil bo'ladi. Bu yerda 63 ko'paytirilgan 100 bo'ladi bu ham. Bu endi 100 ni chiqaradigan bo'lsak, 37 plus 63 bo'lar ekan. 100 ko'paytirilgan, bu ham 100 ga teng. Natijada bu 10 1000 ga teng bo'ladi. 41-misol. Xo'p, davom ettiramiz. 41-misolimiz. Xo'p, bu yerda ham demak bir xil ko'paytuvchilar bor ekan, 14 14. Bu ikkalasida esa 16 16. Keling, o'shalarni qavsini tashqariga chiqaramiz. Ya'ni birinchi va ikkinchisidan 14 ni chiqaramiz. Bu yerda 27 minus 24 qoladi. Ikkinchisidan 16 ni chiqaramiz. Bu yerda 49 minus 46 qoladi. Xo'p, o'shanda bu yer 14 ko'paytirilgan 3 plus 16 ko'paytirilgan 3 bo'ladi. Va 3 ni ham chiqaramiz qavs tashqariga. O'shanda 14 plus 16 bo'lar ekan. Demak, 3 ko'paytirilgan 30 bo'ladi. Bu esa 90 ga teng bo'ladi. 42-misolimiz. Xo'p, demak, endi bu yerda bir xillarni aniqlab olishimiz kerak. Mana masalan 43 bo'lsa, bu yerda 43. Bu yerda esa 57 bo'ladigan bo'lsa, bu tomonda 57. Demak, birinchi navbatda ikkalasidan 43 ni chiqaraman. Bu yerda hammasida qo'shish, demak 28 plus 72 bo'ladi. Bu yerda esa 57 ni chiqaradigan bo'lsak, 81 plus 19 bo'ladi. Xo'p, demak 43 ko'paytirilgan 100 plus 57 ko'paytirilgan 100 hosil bo'ladi. Bu yerdan esa 100 ni ham chiqaradigan bo'lsak, 43 plus 57 bo'ladi. Bularning yig'indisi ham 100 ga teng, demak 100 ko'paytirilgan 100 bo'lyapti. Bu esa 10 1000 ga teng bo'ladi. Xo'p, 43-chi. Xo'p, 43-misolda bu ikkalasidan 13 ni chiqaramiz. Bu ikkalasidan esa chiqaradiganimiz yo'q ekan. Demak, ketma-ket chiqargan, hozir ko'ramiz mana. Xo'p, birinchi ikkinchisidan 13 ni chiqaradigan bo'lsak, bu yerda 12 plus 24 plus qolganini yozib qo'yamiz. 36 ko'paygan 47 plus 60 ko'paytirilgan 64. Xo'p, demak 13 ko'paytirilgan 36
plus 36 ko'paytirilgan 47 plus 60 ko'paytirilgan 64. Xo'p, endi bizda 36 bir xil bo'lib qoldi mana. Bularni chiqaradigan bo'lsak, 36 ko'paytirilgan 13 plus 47 bo'ladi. Bu yerda ham 60 plus ko'paytirilgan 64. Demak, 36 ko'paytirilgan 60 plus 60 ko'paytirilgan 64. Demak, 60 ni ham chiqaradigan bo'lsak, 36 plus 64 bo'ladi. Ya'ni 60 ko'paytirilgan 100 bo'lyapti. Bu esa 6000 ga teng bo'ladi. Xo'p, 44-misolga yetib keldik. Bu yerda ham xuddi shunga o'xshash misol ekan. Demak, birinchi bu ikkalasidan 43 ni chiqaramiz qosni tashqariga. O'shanda 43 ko'paytirilgan bizda 67 minus 37 qoladi. Minus 30 ko'paytirilgan 23 minus 20 ko'paytirilgan 10. Xo'p, demak 43 ko'paytirilgan 30 minus 30 ko'paytirilgan 23 minus 20 ko'paytirilgan 10. Xo'p, endi ikkalasidan 30 ni chiqaramiz mana. O'shanda 30 ko'paytirilgan 43 minus 23 qoladi. Bu yerda esa 20 ko'paytirilgan 10. Demak, 30 ko'paytirilgan, bu yerda 20 qolsa, bu yerda ham 20 ko'paytirilgan 10 qolyapti. 20 ni chiqaradigan bo'lsak, bizda 30 minus 10. Demak, 20 ko'paytirilgan 20, ya'ni 400 hosil bo'ladi. Va 45-misolimiz. Xo'p, 45-misolda bir xil bo'lgan ko'paytuvchi bizda 247 bo'lyapti. O'sha 247 ni qosni tashqariga chiqarishimiz kerak. 247 chiqadigan bo'lsa, bizda qoladi 128 plus 172. Demak, 300 ko'paytirilgan 253. 247 ko'paytirilgan, ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 300 bo'ladi. Bu tomonda ham 300 ko'paytirilgan 253 bo'lyapti. Xo'p, demak 300 ni ham chiqaramiz. 247 plus 253. Demak, 300 ko'paytirilgan, ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 500 bo'lar ekan. Demak, ko'paytiramiz 15 va 4 ta 0. Ya'ni 150 ming hosil bo'lar ekan. Xo'p, endi bu tomondagi misollarga o'tamiz. 46-misol. Xo'p, endi bu yerda masalalar berilyapti. Matnli masalalar, sodda masalalar bular ham. Demak, daftarning narxi 5000 so'm, ruchkaning narxi 3000 so'm bo'lsa, 4 ta daftar va 3 ta ruchkaning narxini aniqlang deyapti. Xo'p, demak, bitta daftarimiz 5000 so'm bo'lsa, 4 ta daftar necha so'm bo'ladi? O'sha narsani topishimiz kerak. Va bitta ruchkamiz 3000 so'm bo'ladigan bo'lsa, 3 ta ruchka necha so'm bo'ladi? Va ularni jami sonini aniqlashimiz kerak. Xo'p, demak, 4 ni ko'paytiramiz 5000 ga. Bu 20 ming bo'ladi. 3 ni ko'paytiramiz 3000 ga. Bu esa 9000 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi bularni jami soni 29 ming bo'ladi. 47-chi. Xo'p, bolaning yoshi onaning yoshidan 24 ga kam. Otaning yoshi esa onaning yoshidan 5 taga ko'p. Agar bolaning yoshi 12 ga teng bo'lsa, otaning yoshini aniqlang deyapti. Xo'p, demak, bizda ota, ona va bola bor. Bola 12 yoshda ekan. Bola onasidan 24 ga kam ekan, ya'ni yoshi 24 ga kam bo'ladigan bo'lsa, ona boladan 24 yoshga katta bo'ladi. Ya'ni bu 24 plus 12 bo'ladi. 36 ga teng bo'ladi. Va ota onadan 5 yoshga katta ekan. Bu esa 36 plus 5, ya'ni 41 ga teng bo'ladi.
Ya'ni 41 yoshga teng ekan. 48-chi masala. Fermer xo'jaligida iyul oyida 300 tonna sut mahsulotlari yetishtirildi. Bu miqdorimiz iyun oyidan 17 tonnaga ko'p, lekin avgust oyidan 23 tonnaga kam ekanligi ma'lum. Yoz oylarida fermada jami necha tonna sut mahsuloti yetishtirildi deyapti. Hop, demak yozib olaylik mana. Iyun, iyul va avgust. Hop, bizda iyul oyidagisi ma'lum. Bu 300 ga teng. Bu miqdor iyun oyidagidan 17 tonnaga ko'p. Demak, iyun oyida iyul oyiga qaraganda 17 tonna kam bo'lgan. Ya'ni 300 ayrilgan 17 bo'ladi. Bu esa 297 ga teng bo'ladi. Uzr, 287. 287 ga teng bo'ladi. Keling, buni boshqacha yechamiz. Qulayroq bo'lishi uchun quyidagicha yechamiz mana. Demak, bu yerga iyun, iyul va avgust deb yozamiz. Iyunli oyida demak 300 ta ekan, 300 tonna ekan. Iyunda esa 17 tonna kam bo'ladi endi. Ya'ni 300 ayrilgan 17 bo'ladi. Avgust oyida 23 tonna kam deyapti. Avgust oyidagidan kam ekan. Demak 300 qo'shilgan 23 bo'ladi bu yer. Va bu uchalasini qo'shamiz. Bizda 300 lar 3 ta. Bu uchalasini yig'indisi bilamizki 900 ga teng. Va 23 dan 17 ni ayiramiz. Bu endi 6 ga teng bo'ladi. Demak, jami bizda 906 tonna sut mahsuloti yetishtirilgan ekan yoz oyida. 49-chi 4 kilogramm pomidor uchun 36 ming so'm pul to'langan. 5 kilogramm pomidor necha so'm turadi? Xo'p, demak, biz nima qilamiz? 1 kilogramm pomidor necha so'm ekanini aniqlaymiz. Buni aniqlash uchun 36 mingni bo'lamiz 4 ga. Bu 9 mingga teng bo'ladi. Endi 5 kilogramm qancha bo'ladi? 5 ni ko'paytiramiz 9 mingga. Bu esa 45 ming so'm bo'lar ekan. 50-chi. 12 ta daftar uchun 48 ming so'm to'landi. 14 ta daftar uchun qancha to'laymiz deyapti. Demak, 48 mingni bo'lamiz 12 ga. Bu endi 4 ming bo'ladi. 14 mingni ko'paytiramiz. 14 ni ko'paytiramiz 4 mingga. Bu endi 56 ming bo'ladi. Xo'p, 5 kilogramm kartoshkamiz demak 15 ming so'm ekan. 1 kilogrammi qancha bo'ladi? 15 mingni bo'lamiz 5 ga. Bu esa 3 mingga teng bo'ladi. 7 kilogramm piyozimiz endi 28 ming so'm ekan. Demak, 28 mingni bo'lamiz 7 ga. Bu endi 4 mingga teng bo'ladi. Endi bizdan 3 kilogramm kartoshkani va 4 kilogramm piyozni narxini so'rayapti. Demak, 3 ni ko'paytiramiz 3 mingga va qo'shamiz 4 ni ko'paytiramiz 4 mingga. Xo'p, bu 9 ming, bunisi esa 16 ming. Ikkalasini yig'indisi 25 ming so'm bo'lar ekan. 52-chi masala. Ozod har kuni 36 kilometrdan yo'l bosib, manziliga 10 kunda yetib bordi. Agar Ozod dastlabki manzilga 9 kunda qaytib kelmoqchi bo'lsa, u kuniga necha kilometr yo'l bosishi kerak? Demak, kuniga 36 kilometrdan 10 kun harakatlangan, demak, jami masofamiz 360 kilometr bo'ladi. Endi u oldingi manzilga qaytib kelish uchun 9 kun yurgan, demak, kuniga necha kilometrdan yo'l yurgan deyapti. Buning uchun endi 360 ni bo'lamiz 9 ga. Demak, 40 kilometr yo'l yurish kerak kuniga.
Hop, 53. Jasur har kuni 48 kilometrdan yo'l bosib, manziliga 6 kunda yetib keldi. Hop, demak bu yerda ham xuddi shunday. Demak 48 ni ko'paytiramiz 6 ga. 8 demak 24, 28. Endi 288 ni bo'lamiz 8 ga. Demak bu endi 36 bo'ladi. Demak 36 kilometrdan yo'l yurish kerak. Hop, 54-chi. Bu ham xuddi shunga o'xshash ekan, faqat bu yerda Jasur har kuni 36 kilometr, Ozod esa 48 kilometr yo'l bosdi. Agar ular bir vaqtda bir joydan yo'lga chiqsa, 280 kilometr masofani qaysi biri oldinroq yetib boradi va necha kun oldinroq deb savol beryapti. Hop, buni aniqlash uchun demak 288 ni bo'lamiz 36 ga. Bu Jasur deb yozib qo'yamiz mana. Hop, hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda 8 bo'ladi. Hop, endi Ozodni hisoblaymiz. Ozod esa 288 kilometrni, demak 48 kilometrdan bosib o'tgan. Necha kun harakatlanadi? 6 kun harakatlanadi. Hop, demak Ozod oldinroq yetib borar ekan. Necha kun oldin? 8 minus 6 teng 2. Demak 2 kun oldin yetib borar ekan. 55-chi. Usta bir kunda 24 ta detal tayyorlaydi. Usta 6 kun nechta detal tayyorlasa, shogirdi 8 kunda shuncha detalni tayyorlaydi. Usta va shogird birgalikda 3 kunda nechta detal tayyorlaydi? Hop, demak bir kunda 24 ta detal tayyorlasa, 6 kunda nechta tayyorlaydi? 24 ni ko'paytiramiz 6 ga. Bu 144 bo'ladi. Hop, endi shogirdi kuniga nechta tayyorlaydi? O'sha narsani aniqlashimiz kerak. Buning uchun 144 ni bo'lamiz endi 8 ga. Bu esa 18 ga teng bo'ladi. Hop, endi usta va shogird birgalikda ishlab 3 kunda nechta detal tayyorlaydi? Demak, usta 24 dedi, shogirdi kuniga 18 ta. Demak, ikkilasi birgalikda 3 kunda qancha tayyorlaydi? Demak, 2 42 ko'paytirilgan 3. Ya'ni 126 ta detal tayyorlashar ekan. Hop, 56-chi. Barno 1 soatda 36 ta misol yechadi. Malika esa 6 soatda nechta misol yechsa, Barno 8 soatda shuncha misol yechadi. Bu yerda chalg'ituvchi qarang, o'rinlar almashgan 36 tani, demak Barno yechyapti. 8 soatda qancha yechadi? O'sha narsani aniqlashimiz kerak. Demak 36 ni ko'paytiramiz 8 ga. Hop, demak bu 288 ga teng. Endi 288 ni bo'lamiz 6 ga. Bu endi 48 ga teng bo'ladi. Barno va Malika birgalikda 3 soatda nechta misol yechadi? Demak 36 ga qo'shamiz 48 ni ko'paytiramiz 3 ga. Demak 84 ko'paytirilgan 3. Hop, 252 ta misol yechishar ekan. Hop, keyingi misollar 57-masala. 40 soni dastlab 5 marta, keyin yana 80 ga orttirildi. Hosil bo'lgan son dastlabki sondan necha marta ortiq bo'ladi? Hop, demak 40 sonini oldin 5 marotaba orttiramiz. Demak bu 200 ga teng bo'ladi. Keyin uni 80 ga orttiramiz. Ya'ni 200 ga 80 ni qo'shamiz. 280 bo'ladi. Hosil bo'lgan 280 soni dastlabki 40 sonidan necha marta ortiq? 7 marta ortiq bo'ladi. 58. Hop, 30 soni dastlab 5 marta, keyin yana 90 ga orttirildi. Demak bu ham xuddi shunga o'xshash ekan, ya'ni 30 ni ko'paytiramiz 5 ga teng 150 bo'ladi. 150 ga qo'shamiz 90 ni 240 bo'ladi. 240 ni bo'lamiz 30 ga. Bu esa 8 ga teng bo'ladi. 59. Sonlarning ko'paytmasiga teng bo'lishi uchun 120 ga qanday sonni qo'shish kerak? Buning uchun demak 24 ni 8 ga ko'paytiramiz. Demak 2 192. 192 ga nechini qo'shadigan bo'lsak, demak 120 ga nechini qo'shadigan bo'lsak 192 ga teng bo'ladi. Buni aniqlash uchun 192 dan 120 ni ayiramiz.
72 hosil bo'ladi. Xo'p, 60-savol. 3624 sonlarning bo'linmasini hosil qilish uchun 200 dan qanday sonni ayirish kerak? Demak, oldin 3600 ni 24 ga bo'lamiz. Xo'p, buni bo'ladigan bu 150 hosil bo'ladi. Endi 200 dan ayiramiz 150 ni. Bu endi 50 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi masalamizni shartlari o'zgaryapti. Berilgan qo'sh tengsizliklarni qanoatlantiruvchi barcha natural sonlarni yozing. Xo'p, demak, bu yerda n soni 1 dan katta yoki teng, 9 dan kichik yoki teng ekan. Tengsizlik belgisiga e'tibor berish kerak. Bu yerda tengliklar bor, shuning uchun demak, orasidagi butun sonlar, ya'ni n ning qiymatlari natural qiymatlari demoqchi edim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 va 9 bo'ladi. Ya'ni barcha 1 dan 9 gacha bo'lgan natural sonlar ekan. Xo'p, 62-misolda esa bu yerda e'tibor bering, tenglik yo'q. Demak, 2 bilan 7 kirmaydi, faqat 3, 4, 5, 6 sonlari kirar ekan. Xo'p, keyingisi. Bu yerda n ning natural qiymatlari demak 4 bo'ladi, 5 bo'ladi, 6 bo'ladi, 7 bo'ladi va 8 bo'ladi. Qarang, bu yerda tenglik yo'q, bu yerda bor. O'shuning uchun 3 ni kiritmadik, 8 ni kiritdik. Xo'p, 64-chi. Xo'p, bu yerda ham n ni qiymatlarini topishimiz kerak. Demak, 12 kiradi, 13 va 14 bo'ladi. 15 kirmaydi. 65-chi. 22, 23, 24 va 25 sonlari bo'ladi. Xo'p, 66-savol. Bu yerda ham shartlar o'zgaryapti. 70 gacha xuddi shunday ekan. Quyidagi berilgan qatorda nechta natural son qatnashgan deb savol beryapti. Xo'p, buni aniqlashimiz uchun demak, qaraymiz, bu 1 dan boshlanyapti, o'shuning uchun 46 gacha. Bu yerda hammasi ketma-ket sonlar. Bu yerda nechta son bor? Albatta 46 ta son bor. Chunki 1 dan boshlanyapti, o'shuning uchun 46 ta son bor. Xo'p, masalan, keyingisida 67 da 5 dan 100 gacha deyapti. Nechta son bor ekanligini aniqlashimiz uchun, demak, 100 dan 5 ni ayirib 1 ni qo'shamiz. Har doim shu qonuniyat. Bu endi 96 ga teng bo'ladi. 96 ta son bo'ladi. 68-chi. Demak, 98 dan 6 ni ayirib 1 ni qo'shamiz. Bu endi 93 ga teng bo'ladi. Xo'p, bu yerdachi 124 dan 23 ni ayiramiz va 1 ni qo'shamiz. 102 ga teng bo'ladi. Demak, 75 dan 11 ni ayirib 1 ni qo'shamiz. Endi 65 ga teng bo'ladi. Xo'p, hisoblang degan, bu yerda o'zi e'tibor beradigan bo'lsak, sonni xona birliklari bo'yicha yoyilmasi berilyapti mana. Ya'ni oldin 10.000, keyin 1000, 100, 10 va 9 o'zi bo'lyapti. Demak, bu yerda bu sonni biz 85.379 deb yozsak bo'ladi. Xo'p, bu yerdachi. Bu yerda ham xuddi shunday, faqat bu yerda 100 bor. Buni oldida bir ko'paytirish qilib yozib qo'yamiz. O'shanda 6, 9, 1, 5, 7 bo'ladi. Ya'ni 69.157 bo'ladi. Xo'p, keyingisi ham xuddi shunday ekan. Demak, bu yerda faqat 100, ya'ni 0 ko'paytirilgan 100 bo'lyapti. Bu yerda esa 1 ko'paytirilgan 10.000 bo'lyapti. Demak, 15.042 bo'ladi. Bu yerda 0 qo'yamiz. 15.042 bo'ladi. Xo'p, bunisidachi 1000 yo'q, demak 30.427 bo'lar ekan. Xo'p, 20.040 soni. Xo'p, endi keyingi masalalar shuni teskarisi, ya'ni ko'p xonali sonni xona birliklari yig'indisi ko'rinishida yozish. Endi buni yozib chiqamiz. Bu 87.000 bo'lsa, demak 8 ko'paytirilgan 10.000 plus 7 ko'paytirilgan 1000. Bu yerda 0 ekan, o'shuning uchun 3 ko'paytirilgan 10 plus 2 qilib yozamiz. Va keyingilarni bajarib qo'yamiz.
2 ko'paytirilgan. Endi bu yerda xona birliklari ko'proq ekan. Shuning uchun 100 ming plus 2 ko'paytirilgan 10 ming plus 1000 plus 5 ko'paygan 10 plus 7 bo'ladi. Xo'p, bunisichi. Demak, 100 ming plus 2 ko'paytirilgan 10 ming plus 9 ko'paytirilgan 1000 plus 8 ko'paytirilgan 100 plus 7 bo'ladi. Xo'p, bunisiga o'tamiz. 6 ko'paytirilgan 10 ming 5 ko'paytirilgan 1000 4 ko'paytirilgan 100 plus 7 ko'paytirilgan 10 plus 2 ekan. Xo'p, keyingisi bu yerda demak 10 mingni o'zi plus 7. Xo'p, 81-savol. Endi bu yerda eng kichik 3 xonali son bilan eng katta 2 xonali son yig'indisini toping deyapti. Xo'p, eng kichik 3 xonali son bilamizki 100 ga teng. Eng katta 2 xonali son esa 99 ga teng. Ularning yig'indisi 199 bo'ladi. 82-chi. Turli raqamlar bilan yozilgan eng katta 2 xonali sonni toping. Turli raqamlar bilan yozilgan. Demak, 98 bo'ladi. Nechta 2 xonali son chapdan o'ngga va o'ngdan chapga bir xil o'qiladi? Nechta 2 xonali son? Xo'p, demak, bular 101 shu ko'rinishdagi sonlar. Masalan, 101 bo'ladigan bo'lsa, bu tomonda 121 ham bo'lishi mumkin yoki 111 ham bo'lishi mumkin. Ikki xonali son ekan, uzrmi, 3 xonali son deb o'ylabman buni. 2 xonali son bo'ladigan bo'lsa, 11, 22, 33, 44, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Demak, 9 ta son bor. 84-chi masala. Turli raqamlar bilan yozilgan eng katta 3 xonali sonni yozing. Demak, bu 987 bo'ladi. Turli raqamlar bilan yozilgan eng kichik 3 xonali sonni yozing. Bu endi 102 bo'ladi. Xo'p, bir xonali natural sonlar nechta deyapti? Bir xonali natural sonlar bilamizki, 1 dan 9 gacha bo'lgan sonlar bo'ladi. Ularning soni 9 ta bo'ladi. 2 xonali, 3 xonali sonlarchi. 2 xonali sonlarimiz 10 dan boshlanadi. Eng kattasi 99, bularning soni 90 ta bo'ladi. 3 xonali sonlarchi. 100 dan boshlanadi. Eng kattasi 999 bo'ladi. Ularning soni 900 ta bo'ladi. Xo'p, 87-chi. 3042 sonidan katta va 6 raqam bilan tugaydigan eng kichik 4 xonali son nechiga teng deyapti. Xo'p, demak, mana bu 2 ni o'rniga 6 ni yozib qo'ysak bo'ldi. Ya'ni 3046 bo'ladi. Ya'ni 3042 dan katta va 6 raqam bilan tugayapti. 88. Barcha raqamlar yordamida ularni takrorlamasdan yozilgan eng katta va eng kichik sonlar, ya'ni 10 xonali sonlarni toping deyapti. Xo'p, eng kattasi demak tushunarliki, raqamlar kamayib boradi. Va 0. Eng kichkinasi esa 1 dan boshlanadi, chunki 0 dan boshlay olmaymiz. Unda 9 xonali bo'lib qoladi. Shuning uchun 1 dan boshlanadi. 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bo'ladi. 89. 3 va 4 raqamlaridan foydalanib nechta 2 xonali son yozish mumkin? Raqamlari takrorlanishi mumkin deyapti. Xo'p, keling bularni yozib chiqamiz. 3 bilan 4 qatnashishi kerak. Demak, 33 bo'lishi mumkin, 34 bo'lishi mumkin, yoki 43 bo'lishi mumkin, yoki 44 bo'lishi mumkin. Demak, jami 4 ta bo'lar ekan. 2, 3, 4 raqamlarni ularni takrorlamasdan nechta 3 xonali son yozish mumkin? Bu sonlarni o'sish tartibida
joylashtiring deyapti. Xo'p, demak, keling yozib ketamiz. 234 243 buni ketma-ket yozishimiz kerak. O'sish tartibi bilan yozib ketamiz. 243 endi 3 dan boshlaymiz. 324 342 423 432. Demak, jami 6 ta son bor ekan. To'qson birinchi. Qo'shiluvchilardan biri 18 ga, ikkinchisi esa 16 ga oshirilsa, yig'indi qanday o'zgaradi? Demak, har biri oshirilyapti. Demak, jami nechiga oshadi? Shuning uchun 18 ga 16 ni qo'shamiz. Bu esa 34 ga teng bo'ladi. Demak, 34 ga oshadi. 12 ta son yig'indisi 100 ga teng. Agar har bir qo'shiluvchini 5 ga orttirsa, yig'indi nechiga teng bo'ladi deyapti. 12 ta son oshiryapmiz. Demak, har biri 5 ga oshsa, 12 ko'paytirilgan 5 bo'ladi. Ya'ni 60 ga oshadi. Endi biz 100 ga 60 ni qo'shib qo'yamiz. O'shanda yig'indimiz 160 ga teng bo'ladi. 93. Yig'indida ishtirok etayotgan har bir qo'shiluvchi 4 ga oshirilsa, yig'indi 36 ga oshdi. Yig'indida nechta son qatnashgan? Demak, buning uchun 36 ni 4 ga bo'lamiz. Ya'ni 9 ga oshgan bo'ladi. 94-savol. Yig'indida ishtirok etayotgan har bir qo'shiluvchi 3 ga orttirilsa, yig'indi 24 ga ortadi. Demak, bu yerda ham 24 ni 3 ga bo'lamiz. Demak, 8 ta qo'shiluvchi bor ekan. 95. Birdan 20 gacha bo'lgan natural sonlar ketma-ket bir son kabi yozildi. Ya'ni ko'p xonali son hosil bo'ldi. Necha xonali son bo'lgan deyapti o'sha son. Xo'p, keling buni qanday yechamiz? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mana qarang, bu yerda bir xonali sonlar. Endi 10 11 12 va hokazo 20 gacha yozishimiz kerak. Xo'p, nima uchun buni yozdim? Chunki biz mana bu yerda ko'rishimiz kerak edi. Bu yerda bir xonali sonlar, bu yerda demak 9 xona bor. 9 xona. Bu yerda esa 2 xonali sonlar. Xo'p, 10 dan 20 gacha nechta 2 xonali son bor? Ya'ni 10 dan 20 gacha nechta son bor? Buni topishni nima qildik boya? 20 dan 10 ni ayirib, 1 ni qo'shdik. Demak, 11 ta son bor. Endi bularning har biri 2 xonadan. Demak, bu yerda nechta xona bor? 22 ta xona bor. Endi jami necha xonali son bo'ldi? 31 xonali son bo'ldi. Xo'p, 96. Birdan 99 gacha bo'lgan sonlar ketma-ket bitta son kabi yozildi. Necha xonali son hosil bo'ldi? Xo'p, demak 1 dan 99 gacha. Yuqorida yozganimizdek 1 dan 9 gacha 9 xona. Endi 10 dan boshlaymiz. 10 dan 99 gacha. Bu yerda endi barcha 2 xonali sonlar bor. Shuning uchun yuqorida topdik. Ularning soni 90 ta edi. Uni 2 ga ko'paytiramiz. 180 xona bo'ladi. Demak, jami nechta bo'ladi? Jami 189 xonali son bo'ladi. Xo'p. 97. 1 2 3 4 raqamlaridan foydalanib nechta turli 4 xonali son yozish mumkin deyapti. Xo'p, demak, 1 ni yozadigan bo'lsak, bu yerda 2 3 4. Mana shu holatda mana bu uchalasini o'rni almashganda jami 6 ta son bo'ladi. 6 ta son. Endi 2 ni yozamiz. Bu yerda 1 3 4. Mana bu uchalasini o'rni almashtirganimizda ham 6 ta son hosil bo'ladi. Chunki boya biz 3 xonali sonlarni yozganimizda 6 ta chiqqandi. Ya'ni 3 ta raqam yordamida nechta raqamlar takrorlanmagan sonlarni hosil qilish mumkin degan savolga 6 ta deb javob bergandik. Endi 3 ni yozadigan bo'lsak, bu yerda 2 1 ham bor va 4. Bularni o'rnini almashtiradigan bo'lsak, bu yerda ham 6 ta son hosil bo'ladi. Endi 4 bilan boshlanadigani qoldi. 1 2 3 o'rnini almashtirsak, demak bu yerda ham 6 ta son hosil bo'ladi. Demak, jami nechta? 24 ta son hosil bo'lar ekan. 98. Xo'p, o'quvchi birinchi kuni bitta, ikkinchi kuni 2 ta, uchinchi kuni 3 ta masala yechdi va hokazo. U dastlab 20 kunda jami nechta masala yechgan deb savol beryapti. Demak, 1 dan
20 gacha bo'lgan sonlarni qo'shishimiz kerak. Xo'p, buni qo'shishni oson usulini ko'rsataman. Buni hisoblash uchun demak 1 bilan 20 ni qo'shib 2 ga bo'lamiz va 20 ga ko'paytiramiz. Bu endi arifmetik progressiya o'tganimizda qulay hisoblanib qoladi. Bu endi 210 ga teng bo'ladi. 99. 3 ta javonda 210 ta kitob bor. Birinchi javondan ikkinchisiga 10 ta, ikkinchi javondan uchinchisiga 20 ta kitob olib qo'yilsa, javonlardagi kitoblar soni teng bo'lib qoladi. Dastlab har bir javonda nechta kitob bo'lgan? Xo'p, demak biz bu masalani quyidagicha yechamiz. Qarang, biz teskarisiga boramiz, ya'ni teng bo'lib qoladi deyapti. Demak, o'zi 210 ta kitob bo'ladigan bo'lsa, birinchisiga, ikkinchisi, uchinchisi, demak, uchalasi teng bo'lgan holatda har birida 70 ta bo'ladi. Bunda ham 70, bunda ham 70, bunda ham 70 ta bo'ladi. Endi teskarisiga qaytamiz. Ikkinchi javondan uchinchisiga 20 ta kitob olib qo'yilgan deyapti. Demak, biz bundan 20 tani endi ikkinchiga qaytaramiz. O'shanda bundagi hosil bo'lgan kitoblar soni, ya'ni dastlabkisi 50 ga teng bo'lib qoladi. 20 tasini ayirdik buni. Ya'ni ikkinchi javonga qo'ydik. Endi bunda nechta bo'lib qoldi? Bunda 90 ta bo'lib qoldi. Endi biz birinchisidan ikkinchisiga qo'yilganda, demak 70 ta bo'lgan. Demak, buni orqaga qaytaramiz. Ya'ni 10 ta kitobni orqaga qaytaramiz. O'shanda bunda 80 ta bo'ladi. Bunda ham 80 ta bo'lib qoladi. Demak, kitoblarning soni 80, 80, 50 ga teng bo'lgan dastlab. Hop. 100-misolimiz qolib ketdi bu yerda. 100-misolda aytayaptiki, sonidan shunday 3 ta raqamni o'chiringki, natijada eng katta son hosil bo'lsin. Xo'p, biz 3 ta raqamni o'chirishimiz kerak. Eng katta son hosil bo'lish uchun u eng katta raqam bilan boshlash kerak. Demak, o'shuning uchun 3 ni, 8 ni, 7 ni o'chiramiz. Demak, hosil bo'lgan son eng katta hisoblanadi. Ya'ni qanday son qoldi? 9143 soni qoldi. Mana shu holatda eng katta hisoblanadi. Xo'p, endi bu tomonda 101 dan boshlab bilamizki, IDS kitobida iqtidorli o'quvchilar uchun masalalar berilgan. Mana shu masalalarni yechimlarini ham ko'ramiz. Xo'p, demak 101-masala. Boya yuqorida 20 ta uchun yozgandik. Bu yerda endi 200 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi so'ralgan. Demak, 1 qo'shilgan 200 bo'lingan 2 ko'paytirilgan 200 bo'ladi. Xo'p, hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda 201 ko'paytirilgan 100 bo'lar ekan. Chunki bu ikkalasini qisqartirdim. 100 qolyapti. Bu esa 200, ya'ni 20100 ga teng bo'ladi. Xo'p, 102-chi. Bizdan b bo'lingan a ni so'rayapti. B nimaga teng? B 4 plus 12 plus 20 plus va hokazo 100 bo'lyapti. Mahrajda esa a ni qiymati 1, 3, 5 va hokazo 25 gacha. Bu yerda bu sonlarni qo'shib o'tirmaymiz. Mana tepadagi yig'indidan har biridan 4 ni chiqaramiz. Ya'ni qo'shuvchilarni har biridan 4 ni chiqaradigan bo'lsam, 4 dan 4 chiqsa 1 qoladi. 12 dan 4 ni chiqarsak 3, 20 dan chiqarsak 5 plus va hokazo 100 dan chiqarsak 25 qoladi. Mahrajda ham xuddi shu narsani o'zi. Demak, bularni qisqartiradigan bo'lsak, bizda qolar ekan 4 degan son. Demak, qiymati 4 ga teng bo'ladi. 13. Futbol to'pini sotib olish uchun bir nechta bola 12000 so'mdan pul yig'moqchi edi. Yana 2 ta bola kelib qo'shilgandan keyin to'p sotib olish uchun har bir bola demak 10000 so'mdan berishi yetarli bo'ldi. To'p narxini aniqlang deyapti. Xo'p, demak, dastlab bolalarning narxi, bolalarning soni enta bo'ladigan bo'lsa, demak 12000 so'mdan pul yig'ishgan bo'lsa, kaptovning narxi jami
12 ya'ni 12.000 ko'paytirilgan n bo'ladi. Endi ikkita bola kelib qo'shilgan. Ular endi n plus 2 ta bo'ldi. Endi uni 10.000 ga ko'paytiramiz. O'shanda bu narx tenglashadi. Endi bu yerdan n ni aniqlashimiz kerak. Keling, mana bu ortiqcha nollarni qisqartiramiz. Nima qoldi bizda? 12n 10n plus 20 qoldi. Va o'shanda 2n ni qiymati bizda teng bo'ladi 20 ga. N esa 10 ga teng bo'ladi. Xo'p, demak, kaptoid narxini aniqlash uchun 12.000 ni ko'paytiramiz 10 ga. Ya'ni 120.000 ekanligi kelib chiqadi. 104-masala. Ikki sonning yig'indisi 4675 ga teng. Qo'shiluvchilardan biri 0 raqam bilan tugaydi. Agar shu son, ya'ni shu raqam, ya'ni 0 o'chirilsa, ikkinchi qo'shiluvchi hosil bo'ladi. Bu sonlarni toping. Xo'p, demak, buni ikki xil usulda ko'rsataman. Birinchi usul oddiy rebus qilib yechamiz, ya'ni a, b, s va 0 raqami bilan tugagan. Endi o'sha 0 ni o'chirsam, ikkinchi son hosil bo'lyapti, ya'ni a, b, s hosil bo'lyapti. Bu ikkalasining yig'indisi 4675 ga teng ekan. Xo'p, demak, bu yerdan ko'rinadiki, mana s ni qiymatini biz 5 ga teng ekanligini bilamiz. Ya'ni ko'rinib turibdi bu narsa. Demak, s ni qiymati 5 ekan. Keling, mana shu s ni o'rnida 5 ni yozamiz endi. Xo'p, 5 ga nechini qo'shsak 7 bo'ladi. Albatta 2 ni. Demak, b ni qiymati 2 ekan. Demak, b ni o'rniga 2 ni yozamiz. Xo'p, 2 ga nechini qo'shsak 6 hosil bo'ladi. 4 ni, demak, a ni qiymati bizda 4 bo'lyapti. Bu sonlarni aniqlang degan, demak, 4250 bilan 425 ekan. Mana shu ikkita son. Xo'p, ikkinchi usul. Xo'p, bu yerda bittasi 0 bilan tugagan deyapti, ikkinchisi o'sha 0 ni o'chirsak, ikkinchi son hosil bo'ladi. Keling, o'sha kichik sonni x deb olamiz, katta son esa 10x ga teng bo'ladi. Chunki x ni 10 ga ko'paytirsak, oxiri 0 bo'lgan son hosil bo'ladi. Va o'sha 0 ni o'chirsak, birinchi sonimiz hosil bo'lyapti. Demak, bularning yig'indisi bizda teng bo'ladi 4675 ga. Demak, 11x ni qiymati 4675 bo'lyapti. X ni aniqlash uchun 4675 ni bo'lamiz 11 ga. O'shanda x ni qiymati teng bo'ladi 425 ga. Demak, birinchi son 425 bo'lsa, ikkinchi sonimiz 4250 ga teng bo'ladi. 105. Ikki sonning yig'indisi 700 ga teng. Agar birinchi sonni 5 marta, ikkinchi sonni 2 marta orttirsak, hosil bo'lgan sonlar yig'indisi 2900 ga teng bo'ladi. Berilgan sonlarni toping. Xo'p, ikkita son bor bizda. Birinchisi demak a, ikkinchisi b. Ularning yig'indisi 700 ga teng. Endi birinchi sonni 5 marta orttiramiz, ya'ni 5a bo'ladi. Ikkinchi sonni 2 marta orttiramiz, 2b bo'ladi. O'shanda u 2900 bo'lar ekan, uzr, 2900. Xo'p, berilgan sonlarni aniqlang deyapti. Xo'p, ikkita sonning yig'indisi 700 ga teng bo'lsa, har birini ikkitaga orttiraman, ya'ni mana bu tenglikni 2 ga ko'paytiraman. 2ta a, 2ta b teng bo'ladi 1400 ga. Bu yerda 5a plus 2b teng bo'ladi 2900 ga. Xo'p, endi bularni ayiradigan bo'lsak, ya'ni ikkinchisidan birinchisini ayiramiz. O'shanda 3a ni qiymati teng bo'ladi 1500 ga. A ni qiymati esa 500 ga teng bo'ladi. Demak, o'z-o'zidan b soni 200 ga teng bo'ladi. Chunki 700 dan 500 ni ayirib qo'ydik. Demak, 500 va 200 degan javoblar kelib chiqadi. Va 106-masala. 106. Birdan 1024 gacha bo'lgan natural sonlar ko'rinishda bir qator yozildi va ketma-ket 100 ta raqam yig'indisi eng kamida nechiga teng bo'lishi mumkin deb savol beryapti. Demak, birdan va hokazo
2023-2024 gacha bo'lgan ketma-ket sonlar yozilyapti. Ularni demak ixtiyoriy ketma-ket kelgan 100 tasini raqamini yig'indisi eng kamida nechiga teng bo'ladi deyapti. Demak biz shunday tanlashimiz kerakki, nollar ko'proq qatnashishi kerak. O'shanaqa joyni aniqlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu endi 4 xonali sonlar bo'lganligi uchun men endi minglar orasidan qidiraman. Minglar orasidan. Ya'ni 1000 o'zi 1001 1002 va hokazo nechigacha keladi endi. Agar 1000 dan boshlanadigan bo'lsa, dastlab 100 ta bo'lishi uchun demak men 25 gacha yozishim kerak. Ya'ni 1025 gacha yozamiz. O'shanda bu yerda o'sha ketma-ket kelgan 100 ta son hosil bo'ladi. Ya'ni 100 xonali son hosil bo'ladi. 100 ta raqam qatnashadi bu yerda. Va ularning yig'indisi nechiga teng bo'ladi? Raqamlar yig'indisi. Xo'p, birlarimizning soni bizda bu yerda mana bu minglar xonasida kelgan birlarni nazarda tutyapman. Ularning soni bizda 25 ga teng. Plus endi bu tomonda 1 dan 9 gacha sonlar. Xo'p, endi yechimlarda bu tomonda bizda demak minglar xonasida hammasida 1 bo'ldi. Endi mana bu birlar va o'nlar xonasiga e'tibor bering. Bu yerda hozir bizda demak 1 dan 25 gacha barcha raqamlar bor. Demak, ularning yig'indisini aniqlashimiz kerak. Yig'indisini aniqlaymiz. Demak, 1 dan boshlab 25 gacha bo'lgan raqamlarni yonma-yon yozib chiqamiz. Va ularning yig'indisi. Biz buni qanday hisoblardik? 1 dan 9 gacha alohida 45 ga teng bo'ladi raqamlar yig'indisi va 10 dan 19 gacha 10 plus 45 ya'ni 55 ga teng bo'ladi. Endi 20 dan 25 gacha 21, 22, 23, 24 va 25. Hop, bizda 2lar 6 ta ya'ni 12 plus 1 dan 5 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi esa 15 ga teng. Demak bu 27 bo'ladi. Xo'p, endi biz bu sonlarni qo'shamiz bir-biriga. Ya'ni bu yerdagi 45, 55, 27 va 25 larni qo'shamiz. O'sha jam yig'indimiz kelib chiqadi. Xo'p, demak bu ikkalasi 100 bo'lar ekan, 127. Demak 127 ni yozamiz. O'shanda bu teng bo'ladi. Bir 152 ga teng bo'lib qolyapti. Uzr, bu yerda 24 gacha hisoblashimiz kerak-ku aytgancha. Sababi 0 dan boshladik biz. O'shuning uchun bu yerda 25 emas, 24 bo'ladi. 24. Demak, mana bu joyda ham 24 bo'lishi kerak. Va demak bu yerimiz o'zgaradi endi. Demak bizda 23, 24 bor. Xo'p, endi bu yig'in nimaga teng bo'ladi? 7 ni ayiramiz bundan 20 hosil bo'ladi. Xo'p, o'shanda bu yerimiz 120 bo'lar ekan, natijada 145 hosil bo'ladi. Demak 145 degan javob to'g'ri bo'ladi bu yerda. Xo'p, demak 107-chi endi ma'lum bir yilning yanvar oyida 4 ta juma va 4 ta dushanba bor edi.
shu oyning 20-kuni haftaning qaysi kuniga to'g'ri keladi. Demak, 4 ta juma, 4 ta dushanba bo'lishi kerak. Xo'p, demak, biz hafta kunlarini yozib chiqamiz. Bu yerga dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba va yakshanba bo'lsin. Xo'p, endi hafta kunlarini shunday joylashtirishimiz kerakki, ya'ni sanalarimizni bizda 4 ta dushanba va 4 ta juma bo'lishi kerak. Xo'p, bu demak dushanba kuni 4 ta bo'lishi uchun biz seshanbani birinchi sanaga qo'yamiz. Bu yer 2, 3, 4, 5, 6 bo'ladi. O'shanda mana bu 7 ga teng bo'lar. Ya'ni 7-sana dushanba kuniga to'g'ri keladi. Xo'p, o'shanda keyingi dushanbamiz bizda 14-sana bo'ladi. 14-sana. Undan keyin 21 va 28 bo'ladi. Xo'p, o'shanda juma kunichi. Keyingi juma bizda 11 bo'ladi. Keyingisi 18 va keyingisi 23 bo'ladi. 25 bo'ladi. Xo'p, o'shanda ko'ryapmizki 4 ta dushanba kuni va 4 ta juma kuni bor ekan. Mana shunday. O'shanda 20-sana qaysi kunga to'g'ri kelyapti? O'sha narsani topishimiz kerak. Mana bu 21 dushanba bo'ladigan bo'lsa, 20-sana bizda yakshanba kuniga to'g'ri keladi. Ya'ni yakshanba ekan. Bir 108-chi. 100 ta natural sonning yig'indisi 103 ga teng. Bu sonlarni ko'paytmasining eng katta qiymatini top deyapti. Demak, 100 ta natural son deyapti. Demak, bu yerda bu sonlarni ko'pchiligi 1 ga teng bo'lishga majbur. Chunki 100 ta sondan, ya'ni 100 ta natural son yig'indisi 103 ga teng bo'lyapti. Bu demak, tasavvur qilaylik. Bu yerda demak eng oxirgisi 1 bo'lib, bularning soni 99 ga teng bo'lsin. Ya'ni 99 ta 1 bo'lsin. Endi 103 chiqishi uchun bu yerga biz yozamiz 4 ni. Xo'p, o'shanda bu sonlarni ko'paytmasi, ya'ni 99 ta 1 va 4 ni ko'paytmasi bizda 4 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi ikkinchi holatga o'tamiz. Ikkinchi holatda birlarimizning soni endi 98 ga teng bo'lsin. Ya'ni 98 ta 1 bo'lsin. O'shanda bu tomonda 103 ga teng bo'lish uchun yig'indisi. Xo'p, 2 bilan 3 ni olamiz. O'shanda bu ko'paytma endi 6 ga teng bo'ladi. Xo'p, demak, mana kattalashyapti sonlarimiz. Xo'p, endi yana qanday olishim mumkin? 4 bilan 1 ni ham olish mumkin ekan bu yerda, lekin uni tepada hisobladik. Endi birlar sonini yana oshiramiz. Kamaytiramiz deganim. 97 ta bo'lsa-chi. 97 ta bo'ladigan bo'lsa, bu yerda endi bizga 6 soni kerak. 6 bo'lishi uchun va sonlar 100 ta bo'lishi kerak aytgancha. 3 ta sonni yig'indisi endi bizda 6 ga teng bo'lishi kerak. 3 ta natural son yig'indisi 2, 2, 2 qilib yozamiz. O'shanda bu ko'paytma nechiga teng bo'ladi endi? 8 ga teng bo'ladi. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Xo'p, 96 ta bo'lsa-chi endi. Endi bizga 7 soni kerak. 7 birdan boshqa sonlar, masalan 2 ni oladigan bo'lsak 97 ta bo'ladi. Yana 3 ni olamiz. 98 bo'ladi. Va yana 2 ga olishi 99 bo'lib bo'lar ekan. Demak, qolgan holatlarda bu narsa bajarilmaydi. Ya'ni eng kattasi bizda 8 ga teng bo'lyapti. Ya'ni 8 ga teng bo'lishi mumkin ekan eng ko'pi bilan.
Xo'p, 109-masala. Kitob betlarini sahifalash 3-betdan boshlanadi. Kitobni sahifalash uchun bizda demak jami 1042 ta raqam ishlatilibdi. Kitob necha sahifali deyapti. Demak, sahifalash 3-varaqdan boshlangan bo'lsa, 3, 4, 5, hokazo 9 gacha va endi bu tomonda 10, ya'ni ikki xonali sonlar boshlanadi. 10, 11, 12 va hokazo 99 va endi bu tomonda 3 xonali 100 va hokazo 999. Xo'p, endi 3-sahifadan boshlangan bo'lsa, bu yerda demak 7 ta raqam bor. Bu yerda esa 90 ta son bor, har biri 2 xonali, demak 180 ta raqam bor. Xo'p, endi bu tomondachi. Buni bilmaymiz. Demak, bu yerda 999 deb yozdim, noto'g'ri qildim, chunki undan kam bo'lishi ham mumkin. O'shaning uchun bu yerda qandaydir x deb yozamiz. Xo'p, x ni, ya'ni bu yerda nechta, ya'ni mana bu x sonimiz ham 3 xonali son hisoblanadi. Demak, bu yerda nechta son bor ekanligini aniqlash uchun x dan 100 ni ayirib 1 ni qo'shamiz. Ya'ni x minus 99 bo'ladi. Va ularning har biri 3 xonali. Demak, bu uchalasini yig'indisi bizda teng bo'lyapti 1042 ga. Xo'p, mana shu tenglamani yechamiz. Ya'ni 187 plus 3x minus, xo'p, ko'paytiradigan bo'lsak 7, 297 bo'lar ekan, teng 1042 ga. Xo'p, demak 3x imiz teng bo'ladi 1042 plus 297 minus 187 bo'ladi. Xo'p, o'shanda 3x ni qiymati bizda teng bo'lar ekan 110 1152 bo'lar ekan. X ni qiymati esa 384, ya'ni 384 bo'lar ekan. Va bizda oxirgi 110-masala. Maktab o'quvchisi 100 gacha bo'lgan natural sonlarni bir qatorga ketma-ket bitta son kabi yozdi. Bu sonni tok o'rinda turgan raqamlarni o'chirib chiqdi. Keyin yana hosil bo'lgan sonning tok o'rindagi raqamlarini o'chirdi. Bu ishni qatorda bitta raqam qolguncha davom ettirdi. Oxirida qolgan raqamni aniqlang deyapti. Xo'p, bu masalani qanday yechamiz? Demak, yozib chiqamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xo'p, bu yerda anchagina son yozaman, chunki qonuniyatni aniqlab olishimiz kerak. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 va hokazo. Xo'p, demak 90, 97, 98, 99 va 100 mana. 100 gacha yozdik. Endi biz ularning ichidan demak tok o'rindagilarni o'chirib chiqamiz. Ya'ni 2 ni o'chiramiz, 3 ni o'chiramiz, 5 ni o'chiramiz, 7 ni o'chiramiz, 9 ni o'chiramiz. Bu tomonda 0 o'chadi, 1 o'chadi, 2 o'chadi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o'chadi. Bu xuddi shunday 2, 1, 2 va hokazo o'chadi hammasi. Demak, shu tartibda hammasi o'char ekan, ya'ni faqat birlar xonasidagi sonlar o'chyapti. 100 esa o'nlar xonasidagi raqam o'char ekan. Xo'p, qolganini yozaman. 2, 4, 6, 8. Tomonda birdan nechta bo'ladi endi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta bo'lar ekan. 10 ta birni yozamiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xo'p, endi ikkilar ham xuddi shunday. Hokazo 9larimiz ham xuddi shunday. Xo'p, bu yerda 1 va 0 qolyapti. Xo'p, endi 2 ni 6 ni o'chiramiz. Bu yerdan esa 1 ni
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O hokazo ketar ekan. Demak, bu yerda ham e'tibor bersak, birlar, ikkilar hokazo o'chyapti. Ya'ni bitta-bittadan o'chyapti bular ham. Hammasi teng miqdorda qolyapti. Bir o'chadi bu yerda. Endi yana qolganini yozamiz. 4, 8, birdan 5 ta qolyapti. 2 dan ham xuddi shunday. 3 dan ham shunday qolyadi. 4 ni ham yozamiz. 5 ni ham, 6 ni ham. 8, 8, 8 va 0. Xo'p, endi yana o'chiramiz. Endi 4 ni, 1 ni, 1 ni, 1 ni. 2, 2. 3, 3, 3. 4'lar ham xuddi shunday ketar ekan. Va 6'lar. Gitti. Xo'p, qolganini yozamiz. Qolgani 8 qoldi. Bu yerda 2 ta 1 qoldi. 3 ta 2 qolyapti. 3 dan 2 ta, 4 dan 3 ta, 5 dan 2 ta, 6 dan 3 ta, 7 dan 2 ta, 8 dan 3 ta, 9 dan 2 ta va 0. Xo'p, endi o'chiramiz. 8 ni, 1 ni, 2 ni, 3 ni, 4 ni, 4 ni, 5, 6, 7, 8, 8, 2. Xo'p, endi qolganini yozamiz. 1, 2, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 0. Va endi yana o'chiramiz. 1 o'chadi, 2 o'chadi, 5 o'chadi, 6, 8, 0 o'chadi. Qolganini yozamiz. 2, 3, 6, 7, 9. Mana shu qadamda adashgan ekanman. Mana bu joyda bu yerda bitta birni kam yozib ketgan ekanman. Shuning uchun bu yerda adashib ketdim. Xo'p, bu yerda hozir 1, 2, 3, 4, 5 bo'lyapti. Bu yerda ham xuddi shunday 3 tasi ketgan bo'lsa, 2 tasi qolgan ekan. Bu to'g'ri. Xo'p, ikkilar sonichi. Bu yerda 1, 2, 3, 4, 5 edi. Bundan 2 ta qolyapti, 3 ta qolyapti ekan. Bu to'g'ri ekan bu. Xo'p, hozir bizda bu raqamlarni o'chiradigan bo'lsak, 2, 6, 9 ketadi, 3 bilan 7 qoladi. Bu esa noto'g'ri bo'lib qoladi. Xo'p, biz qayerda adashdik hozir? Keling, boshqatdan yechamiz. Ya'ni boshqatdan kelamiz. Boshidan boshlaymiz. Xo'p, demak, sonlarni yozib chiqamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 gacha yozdik mana. Hop, endi bu tomonda boyagidek kelamiz, ya'ni 98, 99, 100 bo'lsin mana. Hop, endi birinchi o'chadigan sonlar demak 1, 3, 5, 7, 9 o'chadi. Endi bu yerda 10 kelyapti. Biz 1 bilan 0 kelsa 0 ni o'chiramiz. Keyin 1 ni, 2 ni,
3'ni, 4'ni, 5'ni, 6, 7, 8, 9'ni o'chiramiz. Xuddi shunday bu yerda ham bu raqamlar o'chadi mana. Demak, hammasida birlar xonasidagi raqamlar o'char ekan, ikki xonali sonlarda ham. Xo'p, qolganini yozamiz. 2, 4, 6, 8. Endi 1 yoziladi. Demak, 1dan nechta qoldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta qoldi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xuddi shunday 2 dan ham 10 ta bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xo'p, xuddi shunday 3 lar ham shunday tartibga ketaveradi. Oxirida demak 9, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 va 1, 0. Xo'p, endi yana o'chiramiz. 2, 6 ketadi. Bu yerdan bu 1 ketadi. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 bo'lyapti. 3'lar ham xuddi shunday. Demak, har biri mana shu tartibda ketyapti mana. Xo'p, qolganini yozamiz yana. 4, 8, birlar 5 ta. Ikkilar ham xuddi shunday. Uchlarimiz ham xuddi shunday. Hokazo 9lar ham xuddi shunday 5 ta bo'ladi. Va 0. Endi o'chiramiz. 4ni, 1ni, 1ni va 1ni. 2, 2 ketadi. 3. Demak, tok raqamlar 2 ta qolyapti, juftlari 3 ta qolyapti. O'shanda 8, 1, 2, 1, 2, 3. 3 dan 2 ta, 4 dan 3 ta, 5 dan 2 ta, 6 dan 3 ta, 7 dan 2 ta, 8 dan 3 ta, 9 dan 2 ta va 0. Endi o'chiramiz 8ni, 1ni, 2ni, 3ni, 4ni va 4ni, 5ni, 6ni, 7, 8, 8, 9. Xo'p, qolganini yozamiz. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 0. Xo'p, endi o'chiramiz. 1ni, 2ni, 4ni, 6ni, 7ni, 9ni. Qolganini yozamiz. 2, 3, 5, 6, 8, 0. Xo'p, demak 2, 5, 8 o'chadi. Bizda qoladi 3, 6, 0 qoladi. Demak 3, 6, 0 qoldi. Endi biz yana 3 bilan 0 ni o'chiramiz. Oxirida 6 soni qolar ekan. Demak 6 degan javob to'g'ri bo'ladi.